Assalomu alaykum. Bahorgi attestatsiyaga tayyorgarlik testlarini ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchi misolimiz quyida berilgan mulohazalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang deyilmoqda. Birinchisida sinus x taqsim 10 teng sinus x taqsim 5 ko'paga kosinus x taqsim 5. Ayniyat har doim o'rinli deyilmoqda. Demak, bu sinusni ikkilangan burchak formulasiga ishora qilyapti bu yerda. Sinusni ikkilangan burchak formulasi sinus 2 alfa teng bo'ladi x sinus alfa kosinus alfaga. Shunaqamidi? Endi hozir bizda 2 alfani o'rnida x taqsim 10 turibdi. Bu yerda alfani topsak x taqsim 20 bo'ladi. Demak, sinus x taqsim 10 teng bo'lar ekan 2 sinus x taqsim 20 kosinus x taqsim 20 ga. Afsuski bu yerda bundoq berilmagan. Demak, noto'g'ri bo'ladi. Mana bu yerga bitchiga qo'yiladi. 2. Har qanday tengyorli trapetsiyaga tashqi aylana chizish mumkin. Tengyorli trapetsiya deyilmoqda. Tengyorli trapetsiya bo'lsa, endi bu tomonga bu tomon teng, asoslari parallel bo'ladi. Tengyorlida mana bu burchak bilan bu burchakning yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Ya'ni bir tomonga yopishgan burchaklarning yig'indisi 180 ga teng bo'lishi kerak. Xuddi shu kabi bu burchak bilan bu burchak ham yig'indisi 180 ga teng bo'lishi kerak. Qarang, bu alfa bo'lsa, bu beta. Xuddi shu kabi bu alfa bo'lsa, bu ham beta bo'ladi. Alfa qo'shilgan beta teng bo'ladi 180 ga. Endi mana shu trapetsiyaga tashqi aylana chizish uchun qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Va bu mana bu yerda bajarilyapti. Demak, bunga tashqi aylana chizish mumkin deymiz. Bu to'g'ri bo'ladi. Uchinchisi, aniqmas integral uchun tenglik o'rinli deyilmoqda. Ya'ni 1/2x ni boshlang'ichi ln modulus 2x plus s deyilmoqda. Shunaqamikan. 1/2 ni oldiga chiqaramiz. Integralni oldiga 1/x dx qoladi. 1/2 1/x ni boshlang'ichi ln x ga teng bo'ladi. Plus s bo'ladi. Afsuski bundoq emas ekan. Demak, nima ekan bu? Xato ekan. Ya'ni noto'g'ri ekan deymiz. Demak, 1 noto'g'ri, 2 to'g'ri, 3 noto'g'ri. Bu A javobda bor. Ikkinchi misol. 8, 12 n sonlarini e kubi 4 ga, xuddi shu sonlarning e kubi 48 ga teng. Tengliklarni qanoatlantiruvchi n natri sonlar nechta? 8, 12 n uchun e kub 4 bo'lyapti. E kubga 48 bo'lyapti. Xo'p. Bu 8 degani bilamiz 4 ko'paygan 2 ga teng. 12 deganichi 4 ko'paygan 3 ga teng. Demak, mana bu n ham 4 ko'paygan qandaydir son bo'lishi kerak, m. Shunda bularning e kubi 4 chiqishi mumkin. Bunda 2, 3 m sonlari o'zaro tub bo'lishi kerak. Shunda keyin ularning e kubi ne chiqadi? 4 chiqadi. Xo'p, endi e kubga o'tamiz. 8 berilgan, bu 2 ning kubiga teng. 12 berilgan, 2 ning kvadrat ko'paygan 3 ning birinchisiga teng. N berilgan, endi biz 4 ko'paygan m shaklida oldik. Shunda 4 ko'paygan m da 4 ni 2 ning ikkinchisi qilib olsak, ko'paygan m bo'lyapti. Endi 48 bu e kubga edi. Bu 16 kira 3 degani, ya'ni 2 ning 4-si ko'paygan 3 degani. Ya'ni 3 ning birinchisi dedik. Xo'p, bunda m necha bo'lishi kerak? Ya'ni e kubda 2 ning 4-si qatnashyapti. Lekin 8 bilan 12 da bu yo'q. Demak, n da qatnashish kerak shu. Demak, n da 2 ning 4-si qatnashish uchun m'imiz 2 ning kvadrati bo'lishi kerak. Va e kubda 3 ham bor. Demak, endi tarkibida ham 3 bo'lishi mumkin deymiz. Demak, 2 ning kvadrat ko'paygan 3 shaklda ham bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita holati bor ekan. Boshqa holati endi yo'q-da. Demak, endi topsak, n teng 4ligida bo'lsa,
4 ko'paygan m edi. Ya'ni m o'rniga 2 ni ikkinchisini, ya'ni 4 ni qo'ysak 16 bo'ladi. Ikkinchi holatda 4 ko'paygan m da m o'rniga 4 kira 3 12 ni qo'ysak 48 bo'ladi. 48. 16 va 48 qiymatlari bor ekan n ni. Shuning uchun javob 2 ta bo'ladi deymiz. A javob ekan. Uchinchi misol. 1 taqsim x ayrilgan 1 taqsim y 3 bo'lsa, ifodaning qiymatini toping. Mahraj berilikchi. Y ayrilgan x taqsim x y barobar 3 bo'ladi. Bunda y ayrilgan x teng 3x y ga. Endi suratga e'tibor beramiz. Mana bu 2x bilan minus 2y bor. Shulardan minus 2 ni chiqarsak, y minus x qoladi. Qo'shilgan 3xy. Mahrajda ham shu. Mana bu bilan mana bundan minus chiqarsak, y minus x bo'ladi. Minus 2xy. Teng. Minus 2 qavs ichiga 3xy ni qo'ydik. Qo'shilgan 3xy taqsim minus 3xy ayrilgan 2xy. Demak, suratimiz minus 3xy bo'lyapti. Mahrajimiz esa minus 5xy. Va qisqarsa 3 taqsim 5 qolyapti yoki 0,6 bo'lyapti. 4. Tengyorli uchburchakka ichkisilgan aylana urinish nuqtasida yon tomonni uchburchak uchidan boshlab hisoblaganda 2-3 santimetrlik qismlarga ajratadi. Uchburchak yuzini toping. Uchburchak chizib olar ekanmiz. Tengyorli deyapti. Tengyorli deyilgan. İchiga uchburchak yasaymiz endi. Biroz kichikroq qoldi. Shunday bo'lib tursin. Xo'p, yon tomonni uchburchak uchidan boshlab hisoblaganda 2 yu 3 kesmaga ajratibdi. Endi bu ham 2 ga teng bo'ladi, bu ham 3 bo'ladi. Tengyorli deyilganligi uchun bu x bo'lsa, mana bu ham x bo'ladi. Bu ham 3 da, to'g'rimi? Bu ham 3 bo'ladi, bu ham 3 bo'ladi. Ya'ni aylanaga qandaydir nuqtadan o'tkazilgan ikkita urinmalarning uzunliklari teng. Ya'ni bu kesma bilan bu kesma teng bo'ladi, bu kesma bilan bu kesma teng bo'ladi, bu kesmaga bu kesma teng bo'ladi. Xo'p, uchburchakni tomonlarini topib oldik. Demak, yon tomonlari 5 dan asosi 6 bo'lyapti. Asosi 6 bo'ldi. Endi demak, balandligini olib tushsak, bu to'g'richali uchburchak bo'lyapti. Gipotenuzasi 5, bitta kateti 3 bo'lyapti. Ikkinchi kateti 4 chiqadi, ya'ni balandligi. Yuzasi teng a ko'paygan h taqsim 2 bo'ladi. Asos 6 cm, balandligi 4 taqsim 2. Hisoblasak 12 bo'lar ekan. C javob. Soddalashtiring. Mahraj beraylik. Sinus 36 ga kosinus 12 ko'payadi. Ayiramiz. Kosinus 36 ga sinus 12 ko'payadi. Mahrajda sinus 12 hamda kosinus 12 bo'ladi. Xo'p, suratimiz sinus 36 ayrilgan 12 ga teng. Taqsim mahrajimiz kelgancha formulasidan sinus 24 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Surat sinus 24 taqsim mahrajimiz sinus 24 taqsim 2 bo'ladi. Bular qisqarib ketsa, ikkisi suratga chiqib ketdi, 2 qolyapti. 2 bo'lar ekan, D ekan. 6. ABC uchburchakda 3 alfa qo'shilgan 2 betda 180 ga teng. AC 9 ilzosida 2, AB 3 ilzosida 2 bo'lsa, x ni toping. 6-misoli. ABCda qavariq to'rtburchakda ikkita burchak 120, AD 5, CD 8, AC 7, AD va CD tomonlarning o'rta perpendikulyarlari O nuqtada, ABC va BCA burchaklarining bissektorlari esa I nuqtada kesishadi. OI kesma uzunligini toping. Taxminan mana shunday ko'rinishda desak
A, B, S, D. A'da 5, S'da 8, A'si, diagonal ekan A'si. A'si diagonal ekan. 7 bo'lyapti. Hamda ikkita burchagi 120 dan bo'lyapti. Xo'p, mayli. Endi ABC burchak bisektrissasi bu bilan BCA burchak bisektrissasi I nuqtada kesishyapti. Mana bu I'da mana. Bular bisektrissalar. Bisektrissalar. Endi AD va CD tomonlarning o'rta perpendikularlari. Mana bu nuqta O nuqta bo'lsa, o'rta perpendikular tomonga tik tushadi va tomonda tengga bo'lishi kerak. Tomon tengga bo'ldi va bu o'rta perpendikular mana shu ADS uchburchakka tashqi qistilgan aylanani markaziy yami bo'ladi. Bu O nuqtamiz. Bu AC tomon 7 edi, AC tomon 7 edi. Mana 7 edi. Endi mana burchakni alfa deb olsam. Endi mana shu alfani hisoblayman. Kosinuslar teoremasi bo'yicha. Alfani qarshisida 7 turibdi, yon tomonlari 5 bilan 8 bo'lyapti. Xo'p, 49 teng 25 qo'shilgan 64 bo'lyaptimi? 80 kosinus alfa. 80 kosinus alfani topsak 89 40 bo'lyapti. Kosinus alfani topsak 1/2 bo'lyapti. Alfa 60 bo'lyapti. Demak, alfani o'rniga 60 ni yozib olsam. Alfani o'rniga 60 ni yozib olaman. O'chib ketib qoldi. Mana shu yer 60 bo'lyapti. Xo'p, endi qarang. Hozir ikkita burchagi 120 dan edi. 120 bo'lsa, yana bitta burchak 60 chiqdi. Jami necha bo'ldi? 300 bo'ldi. Demak, B burchagi ham 60 qoldi. B burchak ham 60 ekan. ABCda to'rt burchakning ichki burchaklar yig'indisi 360 bo'lishi kerak edi. Xo'p, endi mana bu AI bisektrissani ham o'tkazdirib olsam. Nima uchun AI bisektrissa dedim? Chunki bisektrissalar bitta nuqtada kesishadi, shuning uchun. Mana bu ham bisektrissa. Bu burchakka bu burchak teng bo'ladi. Xo'p, u holatda mana bu burchagimiz necha bo'ladi? Endi shuni alfa deylik. Shu alfamiz necha bo'ladi? Formulani eslataman sizga. Buni eslaysiz albatta. Uch burchakda ikkita ichki burchakning bisektrissasi kesishdan hosil bo'lgan burchak alfa teng 90 qo'shilgan 3-burchakni yarmi edi. Agar buni A, B, C desak, alfa teng 90 qo'shilgan 3-burchakni yarmi bo'ladi. Mana shundan foydalansak, alfa teng 90 qo'shilgan 3-burchagimiz bizda B burchak bo'lyapti, ya'ni 60 bo'lyapti. Shuni yarmi bo'ladi. 120 bo'ladi. 120 bo'ldi. Xo'p, endi qarang. Mana to'rt burchak A, I, C, D ga e'tibor bersak, buni qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 bo'lyapti. Ya'ni alfa ga 60 ni qo'shsak 180 chiqadi. Chunki alfamiz 120. Ya'ni mana bu I burchagi bilan mana bu D burchakning yig'indisi 180 da. Bu degani bu to'rt burchakka tashqi aylana chizsa bo'ladi degani. Mana tashqi aylana chizsa bo'ladi degani. Shunda mana bu OI'miz radius bo'ladi. Qaysi desa, ADS uchburchakka tashqi qistilgan aylanani radiusi bo'ladi bu. Radius topishda A taqsim 2 sinus alfa formuladan foydalanamiz. Xo'p, A'miz 7 ga teng.
ya'ni a'si tomon 7 ko'paygan sinus burchagimiz 60 bo'lyapti. 7 taqsim 2 ildiz 3 taqsim 2 qisqarib ketsa 7 taqsim ildiz 3 bo'lar ekan. Javob B bo'lyapti. 7-misol. Tengizlik nechta butun ildiziga ega deyilmoqda. Surati x minus 2 ni kvadratiga teng. Mahrajimiz modulosda x plus 2 ayrilgan 3. 0 dan kichik teng. Mana bu surat nima? Nomanfiy son. Ya'ni yo 0 chiqadi yoki musbat son chiqadi. Shuning uchun uni asosini 0 ga tenglab, ya'ni x teng 2 degan ildizni olib, uni tashlab yuborish mumkin bo'ladi. Nima qoladi? Suratda 1 qoladi. Mahrajda x minus 2 ni moduli ayrilgan 3. 0 dan kichik teng bo'ladi. Endi suratda 1 turibdi musbat son, mahraj manfiy bo'lsagina, keyin bu 0 dan kichik teng bo'ladi. Demak, mahrajda, ya'ni x plus 2 ni kichkina qilamiz 3 dan. Ya'ni x plus 2 ni moduli 3 dan kichkina. Demak, bu minus 3 bilan 3 ni orasida bo'ladi. X plus 2 2 ni ayirsak hammasidan minus 5 x 1 bo'ladi. Mana x'imiz minus 5 va 1 oraliqqa tegishli ekan. Endi butun ildizlarni sanaymiz. Minus 4 bor, minus 3, minus 2, minus 1 hamda 0. Bundan tashqari 2 ham bor. Nechta bo'ldi? 6 ta bo'ldi. To'g'rimi? 6 ta bo'ldi. Ekan. Xo'p, 8. Tomoni diagonallarning o'rta proporsional qiymatiga teng bo'lgan rombning o'tkir burchagini toping. Xo'p, demak A tomon teng bo'lyapti ildiz D1 ko'paygan D2 ga, mana shu o'rta proporsional bo'ladi. Xo'p, endi rombni diagonallari bilan tomon orasida bog'lanish bor, mashhur formula. Shu formulamiz bor. Nima qilay? A ni o'rniga ildiz D1 D2 ni qo'yib ketsam. Shunda o'ng tomonimiz 4 D1 D2 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi ikkala tenglikda D2 ni yoki D1 nima ekan? D1 ni deylik. D1 ni kvadratiga bo'lsak 1 plus D2 taqsim D1 ni kvadrati teng 4 D2 taqsim D1 hosil bo'ladi. Shu yerda D2 taqsim D1 ni T deb ketaylik. 1 plus T kvadrat teng 4T bo'ladi. Endi hammasini chap tomonga olib o'tamiz. Bu yerdan T ni topishga harakat qilamiz. T teng 4 qo'shilgan ayrilgan ildiz 16 ayrilgan 4 12 taqsim 2. 2 qo'shilgan ayrilgan ildiz 3 bo'lyapti. Endi shu yerda biz masalan D2 ni D1 dan kichkina deb olsak, u holatda T'miz, ya'ni D2 taqsim D1imiz 1 dan kichkina bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki surat katta. Surat kichkina mahrajdan. Shuning uchun bu holatda T'miz teng bo'ladi 2 minus ildiz 3 ga. Ya'ni mana bu yerdan faqat minus olinadi, musbat olinmaydi. T 1 dan kichkinaligi uchun. Xo'p, endi romb chizib olsak, romb chizaylikchi. Mana shu romb tomonlari teng bo'ladi, bilamiz. Mana bu kichkina diagonal D2 bizda mana burchakni so'rayapti. Kosinuslar teoremasini qo'llasak. Yon tomonlar A dan bo'lyapti. 2 ko'paygan A ko'paygan A ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. O'xshash xatlarni chiqaramiz. Endi shu joyda A ni o'rniga ildiz D1 D2 ni qo'yib ketsak, 2D1 ko'paygan D2 hosil bo'ladi. 1 minus kosinus alfa. Teng tarkala qismini nimaga? Mana bu D1 ikkala D2 ga bo'lsak, D2 taqsim D1 hosil bo'lyapti. Teng 2 1 minus kosinus alfa.
Xo'p, bu nisbatni o'rniga 2 minus ildiz 3 ni qo'yamiz. 2 ga ham bo'lib qo'ysak, 1 minus kosinus alfa bo'ladimi shunda? Kosinus alfani topaylikchi, nima bo'lar ekan? Ildiz 3 taqsim 2 chiqar ekan. Demak, alfa bu yerda 30 degani. 30 gradus ekan. Bo'ldi. 9. Sistemadan x plus y ni toping. Xo'p, buni 2 ga ko'paytirsam 4xy minus 6y minus 6 teng 0. Ikkinchisini shundoq tagiga yozib olaman va qo'shaman. Bular ayrilib ketadi. Minus 6y qoladi. Minus 6 ga 15, 9 ni beradi. Bu y minus 3 ni ikkinchisiga teng va y minus 3 teng 0 bo'ladi. Y teng 3 bo'ladi. Teng 3. Endi mana shu birinchisiga qo'ysak, y o'rniga 3 qo'ysak nima bo'ladi? 2 ko'paygan x ko'paygan 3 minus 3 ko'paygan 3 minus 3 teng 0. 6x teng 12, x teng 2. Bizdan x plus y ni so'ragan edi. X 2, y 3. 5 bo'lyapti. Agar A, B, C, D, E, F, G, H muntazam 8 burchakda AH 4 bo'lsa, BJ diagonal uzunligini toping. Muntazam 8 diagonal taxminan shunday ko'rinishda yana pastni davom ettirsa bo'ladi. Endi bizga bu yog'i shart emas. Xo'p, A, B, C deb va hokazo qo'yib ketsak, mana bu J bo'ladi, mana bu H bo'ladida. Bizda mana bu BJ diagonalini top deyapti. O'rtacha diagonal bu. Kichigi bu bo'ladi. Kichik diagonal AJ bo'ladi. Uni o'rtanchasi BJ bo'ladi. Ya'ni kattasi ham bor. Kattasi mana shu o'zagina, mana eng katta diagonal. Xo'p, BJ ni so'ragani, BJ ni topamiz. AH 4 deyapti. AH 4. Xo'p, muntazam 8 burchakda har bir ichki burchagi nechadan bo'ladi? Shuni bilishimiz kerak. Ixtiyoriy muntazam ko'p burchakda har bir ichki burchagini mana bu formula yordamida hisoblash mumkin. Bu yerda n tomonlar soni. Hozir bizda n'imiz 8 bo'lyapti. Demak, alfa teng 180. 8 dan 2 ni ayiramiz 6, bo'lamiz 8 ga. 4 ga bo'lsa 45, 3 135 chiqar ekan mana shu. 135 ekan. Ya'ni mana bu burchak 135 degani, mana bu ham 135 degani. 135 yozaman. 135. Demak, mana bu yerga 45 qoldi degani. 45. Mana bu yer ham 45 bo'ldi degani. Ya'ni AH tomon bilan BJ diagonal parallel hisoblanadi. Parallel bo'ladi. Ko'p burchaklarda 3 ta ketma-ket tomonni birlashtiruvchi diagonal o'rtadagi tomonga parallel bo'ladi. 3 ta ketma-ket tomon qaysi desa, JH, HA, ABlar bular 3 ta ketma-ket tomonlar. Demak, mana shu JB diagonal o'rtadagi tomonga parallel bo'ladi. Ya'ni AH bilan BJ parallel bo'ladi. Shuning uchun mana bu H 135 bo'lsa, mana bu J burchagi 45 bo'ladi. Chunki bu BAHJmiz trapetsiyada. O'sha yon tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak shuning uchun. Endi balandlikni olib tushamiz. Mana qizilda olib tushaman. Mana balandlik 90 tushadi. Mana bu ham 90 tushadi. Mana bu yer 4 bo'ladi. Bu yer 4 bo'ladi. Bu muntazamlik uchun JH ham AB ham 4 bo'ladi. Ya'ni AH ga teng bo'ladi. Shunda mana bu 3 burchak, mana bo'yab ko'rsataman. Mana bu 3 burchakni teng yo'li to'g'richali 3 burchak. Bu ham shu. Teng yo'li to'g'richali 3 burchak. Katet 4 bo'lsa, gipotenuza 4 bo'lsa, katetlar undan ildiz 2 marta kichkina bo'ladi.
Ya'ni bu 2 ilzosli 2 bo'ladi. Mana bu ham 2 ilzosli 2 bo'ladi. Xuddi shu kabi bu ham 2 ilzosli 2 bo'ladi. Bu ham 2 ilzosli 2 bo'ladi. BJ nima bo'lyapti shunda? 4 qo'shilgan ikkita 2 ilzosli 2 bo'lyapti. Ya'ni 4 qo'shilgan 4 ilzosli 2 bo'lyapti. C bo'lar ekan. 11. Agar cosinus x qo'shilgan sinus x 1/4 va 2ximiz 0.90 oralig'iga tegishli bo'lsa, tangent x taqsim 2 ning qiymatini toping. Xo'p, demak 2 ga bo'lib qo'ysak x tegishli bo'ladi 0.45 ga. Shunday bo'lyapti. Yaxshi. Xo'p. Bu x taqsim 2 bo'lyapti. Keling, mana shu yerda x taqsim 2 ni qandaydir masalan alfa desak, x teng bo'ladi 2 alfagami? Ya'ni mana bu yerdagi kosinus bilan sinusdagi x o'rniga 2 alfani qo'yib ketsak, kosinus 2 alfa qo'shilgan sinus 2 alfa teng bo'lyapti 1/4 ga. Demak, bizdan tangent alfani topibdi. Shunda hisoblaymiz. Kosinus 2 alfani tangent alfaga bog'lanishi bor, tayyor formula bo'yicha. Shunga teng bo'ladi. Endi sinus 2 alfani ham tangent alfaga bog'lanishi bor. Ikkilangan burchak formulalarida bular bor. Mana shu 1/4 bo'lyapti. Xo'p, shu mahrajlari teng, u mahrajni berib ishlayveramiz. Bu 1/4 da 7 taqsim 5 qilsak, 7 taqsim 5 ga tengda. Xo'p, suratlarni hisoblab olamiz. Mahrajlarni bitta qilib oldik. Endi soddalashtirish maqsadida tangent alfani t deb ketsak, osonroq bo'ladi. Keyin 5 ga ko'paytiramiz suratni. Mahrajni esa 7 ga ko'paytirib olamiz. Mana shunday tenglama hosil bo'ladi. Endi qavslarni ochib soddalashtiramiz. Hammasini o'ng tomonga olib o'tyapman. 2 ga qisqartirsak bo'lar ekan bemalol. 3 ta minus 1 2 ta minus 1 ga ajraydi tenglov. Demak, birinchisini 0 desak t 1/3 chiqadi, ikkinchisini 0 desak t 1/2 chiqadi. T'miz shu tangent alfa edi. 1/3 yoki 1/2 ekan. Demak, 1/3 yoki 1/2 B javob ekan. 1/3 degani o'sha 0,3 deganida. 12-chi misol. Arifmetik progressiyada dastlabki int haddining o'rta arifmetik qiymati 2 ga teng, ayirmasini toping. Demak, int haddini o'rta arifmetik qiymatini topishda int haddi yig'indisini hadlar soniga bo'lish kerak. Sn degani a1 plus an taqsim 2 ko'payga n degani taqsim n. Demak, a1 plus an taqsim 2 bo'lyapti. Shu 2 ga teng bo'lyapti. Xo'p, a1 plus an o'rniga a1 plus n minus 1 ko'paygan d ni yozish mumkin va 2 mahrajdagi 2 ni ko'payib ketsa 4n bo'ladi. 2a1 plus n minus 1 ko'paygan d teng 4n bo'lyapti. Xo'p, endi bu 2a1 plus 2a1 minus d plus n ko'paygan d qilib olsak 4 ko'paygan n. Endi mana shu yerda ayniyat bajarilishi uchun demak mana bu 0 bo'lishi kerak. 2a1 minus d teng 0 bo'lishi kerak. Hamda mana bu n ko'paygan d 4n ga teng bo'lishi kerak. Shunda d teng 4 bo'lar ekan. D teng 4. D teng 4 bo'lsa a1 2 chiqadi. Ya'ni mana bu yerdan
1 2 bizdan ayirmasini so'ragan 4 ekan. 4 degan javob aslida bor edi. Men 4 o'rniga 0 ni olgan edim. Ya'ni taxminan xayolda ishlagan holatda endi 4 chiqmasa kerak deb 0 oldim. Afsuski 4 chiqar ekan. Sani mana 4 qilib qo'yapman. 13. Geometrik progressiya uchun tenglik o'rinli. Agar 3-chi had 12 bo'lsa, 4-chi hadini qiymatini toping. Xo'p, zo'r masala ekan. B6 degani B1 ko'paygan quni 5-chi degani yoki bo'lmasa B2 ga moslab olaylik hammasini. B2 ga yoki B3 ga moslash kerak. Chunki B3 berilgan ekan. Ya'ni B2 ga moslaymiz. B2 ga moslasak, B6miz B2 ko'paygan quni 4-chi bo'ladi minus B2 taqsim B4 ham shu B2 ko'paygan quni 2-siga teng minus B2 ni kvadrati teng taqsim 4. Suratdan B2 ni chiqaramiz. Quni 4-chi minus 1 qoladi. Taqsim maxrajdan ham B2 ni kvadratini chiqarsak, qarshida quni 4-chi minus 1 qolyapti. Teng 1 taqsim 4. Mana bu qisqarib ketdi. Bittadan B2lar qisqarsa 1 taqsim B2 teng 1 taqsim 4 bo'ladi. Va B2 teng 4 ekan bunda. Xo'p, B2 teng 4, B3 teng 12 midi? 12 edi. Demak, maxraji necha bo'ladi? 12 ni 4 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Maxraji 3 ekan. Demak, B4 necha bo'ladi? B3 ko'paygan Q. Ya'ni 12 ko'paygan 3. 36. 36 bo'lar ekan. Javob bo'ldi. 14. Quyida bir muzey zalining harakatsiz ikkita kuzatuv kamerasi ko'rsatilgan. Ko'k sohani faqat birinchi kamera bilan, sariq sohani faqat ikkinchi kamera bilan va yashil sohani esa har ikki kamera bilan ham kuzatiladi deyilmoqda. A va F nuqtalari orasidagi masofa 3 metr. F va B nuqtalari orasidagi masofa 12 metr. Har ikki kamera tomonidan kuzatilayotgan soha yuzi 12. Mana bu yashil sohani aytishyapti. 12 ga teng. Agar tangens AFY minus yarim bo'lsa, AFY mana burchak. Shuni burchagi tangensi minus yarim bo'lsa, tangens alfani toping. Demak, mana burchakni tangensini hisoblashimiz kerak ekan. Xo'sh, yaxshi. Demak, qarab turing mana. Mana burchakni beta desam, mana shu burchakni tangensi berilyapti. Minus yarim deb. Buni qo'shnisi gamma desak, beta bilan gammani yig'indisi pi ga teng. Bu yerdan betani topsak, pi minus gamma bo'ladi. Tangens betani o'rniga pi minus gammani qo'ysak, bu teng bo'ladi keltirishdan minus tangens gammaga. Bu ham teng minus 1 taqsim 2 ga. Bundan tangens gammamiz teng bo'lyapti 1 taqsim 2 ga. Demak, tangens gamma 1 taqsim 2 ekan. Endi 3 burchak YBF ga e'tibor beramiz. YBF ga. Bu to'g'riburchakli 3 burchak. Tangens gamma 1 taqsim 2 chiqishi uchun YB ni BF ga nisbati 1 taqsim 2 bo'lishi kerak. Tangens gamma teng YB ni BF ga nisbati. Tangens gamma 1 taqsim 2, YB bizda noma'lum, BF 12 qilib berilgan. Bundan YB ni topsak 6 bo'lyapti. 6 ekan. YB 6 bo'ldi. Xo'p, endi bizga nima kerak yana? Xo'p, endi yashil sohani yuzi 12 ga teng deb berilgan. 12 barobar ya'ni YBF 3 burchak yuzi 12 deyilgan-ku. Asosi FB 12, unga tushgan balandligi H taqsim 2. Mana H topsa 2 bo'ladi. Ya'ni mana qarang.
Mana bu yerdan balandlik olib tursak, mana shu balandligimiz 2 chiqar ekan. 2. 2 bo'ldi. Bu YH bo'lsin. Yoki H harfi ishlatilganmi? Yo'q ekan, H harfi boshqa. Endi o'xshashlikni ishlatamiz. Qarang. 3 burchak F Y H o'xshash bo'ladi 3 burchak F Y B ga. Ha, bu yerda ikkita Y bor ekan, a? Bu yerda ikkita Y bor ekan. Aslida mana shu S bo'lganida yaxshiroq bo'lardi. Yo'q, yuqoridagisi S qilib qo'yapmiz. S B. FSB ga o'xshash bo'ladi. Xo'p, balandliklar, ya'ni YH ni SB ga nisbati 2 ni 6 ga nisbati teng, asoslar nisbatiga, ya'ni FH ni FB ga nisbati, FB 12 bizda. Bundan FH ni topsak 4 chiqar ekan. Demak, FH 4 bo'lsa, mana bu yerga 8 qoladi. 8, ya'ni BH ga 8 qoladi. Ana endi 3 burchak B, Y, H bo'yicha tangens alfani topamiz. Qarshidan katet 2, yopishgan katet 8 bo'lyapti. 1 taqsim 4. 0,25. B javob. 15-savol. Savdogar 40 ta buyumni bozor narxidagi 36 ta buyumning narxida olib, 1% arzonga sotsa, necha foiz foyda qiladi? Demak, savdogar bozorga borgan, 40 ta buyumni olgan. Men 40 ta buyumni har biriga pul to'layotmayman. Mana shu masalan 40 ta buyum 100 so'mdan bo'lsa, 400 so'mmi? Shunaqa? Men yo'q. 4000 so'm bo'ladi. Men 40 ta buyumga 4000 so'm bermayman, balki 3600 so'm beraman. Ya'ni 36 ta buyumni narxida sotib olaman, deyapti u. Ya'ni go'yoki unga 4 tasi tekinga tushyapti-da. Ya'ni bu yerda u albatta o'sha buyumlarning narxini pasaytirib olgan. Endi o'sha olgan narxini, o'sha bozordagi narxini 1% pasaytirib qo'yib sotadigan bo'lsa, u qancha foyda qiladi deyapti. Mana qarang. Bitta buyum narxi x so'm bo'lsin. Bu buyum narxi mana. Buyum narxi. 40 tasiniki 40x bo'lar edi, lekin bunaqa bo'lmadi. Balki 36x bo'ldi. Ya'ni 40 ta buyumga 36x so'm pul to'ladi u. Endi shuni 40 ga bo'lsak 0,9x bo'ladi. Ya'ni unga har bitta buyumi 0,9x so'mdan tushyapti. Endi qarang. O'sha 40 ta buyumni har birini 1% arzonga sotsa, ya'ni mana bu x so'm, ya'ni x so'mdan emas, balki 99 taqsim 100 x so'mdan sotsa, qancha foyda qiladi deyilmoqda. U mana bu narxda oldi, mana bu narxda sotyapti. Qancha foydasi bor? Shuni hisoblaymiz. 0,9x Xo'p, 100 qo'shilgan p qanchadir foiz taqsim 100 teng 99 taqsim 100 x ga. Xo'p, x lar qisqarib ketyapti. Yuzlar ham qisqarib ketdi. 100 qo'shilgan p teng 99 ni bo'lamiz 0,9 ga. 0,9 ga. Xo'p, nima bo'ladi? Bo'lsak 110 bo'ladimi? Bundan p ni topsak 10 bo'ladi. 10% ekan. 10% foyda qilar ekan. Javob S bo'lyapti. 16. Quyida berilganlarga ko'ra AD necha santimetr? Bunda AB bilan BC perpendikulyar, YF bilan AC perpendikulyar. Rasmda ko'rinyapti o'zi bular. Ikkita burchak teng. Qaysi ADY bilan BDYlar? Bu ham rasmda ko'rinyapti ekan. AF FC ga teng. BD 2, DC 3. Bizdan AD ni so'ragan. 16-misolda mana bu yerga sal boshqacharoq shaklda
chizib olamiz. Mana B nuqta, mana bu A nuqta, mana bu S, mana bu E, mana bu F tengga bo'lingan ekan va AD kesma o'tgan. Mana bu yerdan kesma o'tgan. Bu 2, bu 3 bo'lyapti. Hamda D'ga bisektrisa tushgan. Mana tengga bo'lingan burchagimiz. Ya'ni men mana bu qismini yasab oldim. Nima uchun desa, hop A, B, C, D, E, F, H mana bu H bo'lsa, ya'ni mana bu HF ham balandlik, ham mediana vazifasini bajarganligi uchun bu AHC uchburchak teng yo'li bo'lib qoladi. Bu HF bisektrisa vazifasini ham o'taydi keyin. Agar H bani x deb olsak, bu HC ga HA teng bo'lib qoladi, teng yo'li bo'lganligi uchun bu ham x plus 5 bo'ladi. Hop, endi AD ni nima deb AD'ni uzunligi bizga kerak ekanda. Biz bu yerda uchburchak ABD bo'yicha bisektrisa xossasini qo'llasak, ADni BDga nisbati teng AEni BEga nisbatiga. Va uchburchak AHB bo'yicha ham shuni yozishimiz mumkin. Ya'ni bunda H bisektrisalik uchun AH ni BH ga nisbati, ya'ni x plus 5 ni x ga nisbati teng AE ni BE ga nisbatiga. AE ni BE ga nisbatiga teng bo'ladi. Shuning uchun mana AD taqsim 2 teng x plus 5 taqsim x ga deymiz. Bundan AD ni topsak nima bo'ladi? 2x plus 10 taqsim x yoki 2 plus 10 taqsim x bo'lyapti AD'miz. Endi uchburchak ABH bilan ABD'lar to'g'riburchakli uchburchaklar. Ikkalasi uchun umumiy katet AB bo'lyapti. Shu AB ni kvadratini hisoblaydigan bo'lsak, uchburchak ABH bo'yicha borsak, gipotenuzasi AH, ikkinchi kateti BH bo'lyapti. Endi uchburchak ABD bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, gipotenuzasi AD bo'lyapti, kateti bitta kateti BD. Hop, AH'imiz bizda x plus 5 ga teng, BH'imiz x ga teng. AD'miz 2 plus 10 taqsim x ga teng, BD'miz 2 ga teng. Mana shu yerda x topishimiz kerak. Son qo'ysak ham bo'ladi x ga. Son qo'yishda, ya'ni mana bu 10 taqsim x ni butun chiqishini e'tiborga olsak, masalan 1 qo'yishimiz mumkin, 2 qo'yishimiz mumkin, 5 qo'yishimiz mumkin yoki 10 qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hop, 1 ni qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri tenglik bo'ladimi? 1 ni qo'ysak. Yo'q, to'g'ri tenglik chiqmas ekan. 2 ni qo'ysak-chi, ya'ni x ni 2 bo'lsa-chi. Chiqdi mana. Yoki x teng 2 ekan. Hop, x teng 2 bo'lsa, bizdan AD ni so'ragan. AD ni aytdik, 2 plus 10 taqsim x edi. Ya'ni x o'rniga 2 ni qo'yib qo'ysak 7 chiqib qolar ekan. D bo'lar ekan. 17-misol. Bir ishni 5 nafar ayol ishchi 20 kunda, 5 nafar erkak ishchi esa 30 kunda bajaradi. Shunga ko'ra 2 nafar ayol va 2 nafar erkak ishchilar bu ishni necha kunda tugatadi deyilmoqda. Xo'p, S barobar V ko'paygan T formuladan foydalansak, hop, qarang, o'zi 5 nafar ayol 20 kunda bajarsa, 1 nafar ayol 100 kunda bajaradi. Hozir mehnat unumdorligini yozaman mana. V ayol, ya'ni bitta ayolni mehnat unumdorligi 1 taqsim 100. Suratdagi 1 bu o'sha ishni miqdori. O'sha butun ishni bir-birlik deb olyapmiz, birga teng deb olyapmiz. Maxrajdagi 100 o'sha ishni bajarishga qancha vaqt ketyapti bir kishiga?
100 kun vaqt ketyapti bitta ayolga. Shuni bildiradi. Endi erkakka o'tamiz. 5 nafar erkak ishni 30 kunda bajaradi. Erkaklar sekinroq bajarar ekan. 5 tasi 30 kunda bajarsa, demak bittasi 150 kunda bajaradi o'sha ishni. Bittasi. Endi 2 nafar ayol bilan 2 nafar erkak birgalikda ishlashib o'sha ishni necha kunda tamom qilishadi. Xo'p, vaqt teng o'zi S taqsim V bo'ladi. Biz S ni bir-birlik deb olyapmiz. Butun ishni taqsim mehnat unumdorliklari qo'shiladi. 2 ta ayol hamda 2 ta erkak bo'lyapti. 1 taqsim, xo'p, V ani o'rniga 1 taqsim 100 qo'ysak 2 taqsim 100 bo'ladi. Plus V ani o'rniga 1 taqsim 150 qo'ysak 2 taqsim 150 bo'ladi. Bu maxraj 300 lik ko'rinib qoldi. Bu maxraj 300 bo'lsa, xo'p, 300 bo'lsa 3 ga ko'paytiramiz 6 bo'ladi, 2 ga ko'paytiramiz 4 bo'ladi. Demak 300 taqsim 10 30 bo'ldi. 30 kunda bajarishar ekan. 18 to'g'risida yotuvchi 10 ta nuqta orqali nechta nur hosil qilish mumkin? To'g'ri chiziq mana. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masalan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 nuqtalar bo'lsa, mana shularda nechta nur hosil qilish mumkin? A1 dan boshlasak, A1 dan 10 ga qarab ham yursak nur hosil bo'ladi, chapga qarab yursak ham nur hosil bo'ladi. Ya'ni 2 ta nur. A2 dan ham shu 10 ga qarab yursak ham nur hosil bo'ladi, chapga qarab yursak ham nur hosil bo'ladi. Ya'ni mana bundoq nur hamda bundoq nur bo'ladi. Ya'ni har bitta nuqtadan 2 tadan nur hosil qilish mumkin, o'ngga va chapga. Shuning uchun nurlar soni ko'paygan 10 bo'ladi. Ya'ni 20 ta bo'ladi. S javob. 19. ABCD parallelogramda 3 ta perpendikulyar. 2 ta ekan. YD bilan perpendikulyar, YB bilan AB. Xo'p, YB 1 ga teng, AB 8 ga teng, AD 3 ilzosti 5 ga teng. Nimani so'ragan? Sariq soha yuzini kulrang soha yuziga nisbatini topish kerak. Xo'p, AY ni o'tkazib olaychi. AY o'tsa, uchburchak ABY to'g'riburchak uchburchak, katetlar 8 bilan 1 bo'lsa, gipotenuza necha bo'ladi? Ilzosti 65 bo'ladi. Uchburchak ADY ham to'g'riburchak uchburchak, gipotenuza ilzosti 65, bitta katet 3 ilzosti 5. 65 dan 3 ilzosti 5 ni kvadrati, ya'ni 45 ta ayirsak 20 qoladi. Demak, D 2 ilzosti 5 ekan. D 2 ilzosti 5 chiqar ekan. O'zi kerakmi o'zi u bizga? Hozir D ham 8 ga teng, B esa 3 ilzosti 5 ga teng bo'ladi, ya'ni qarama-qarshi tomonlar teng bo'ladi. Xo'p, endi Y ni qandaydir x deb olsak, x ni topsa bo'ladimi? Y ni. Ya unda qiyinlashib ketadi shekilli. Osonroq yo'l kerak. Endi burchakdan foydalanish kerak ekan. Bo'ldi, chiqdi bu misol. Qarang, mana buni alfa deyman. Bu D burchak bilan B burchak teng-ku. To'g'rimi? Qarama-qarshi burchaklar teng bo'ladi. D burchak bilan B burchak teng. Demak, mana bu ham alfa bo'ladi. Mana. Mana bu yuzani A dey. Bu yuzani B dey. A yuzi teng. Bitta tomoni 8, ikkinchi tomoni 2 ilzosti 5 hamda ular orasidagi burchak sinusi taqsim 2 yuzaga teng edi. Endi B teng, B yuzi teng. Bitta tomoni 1, ikkinchi tomoni 3 ilzosti 5 ko'paygan ular orasidagi burchak sinusi taqsim 2 bo'ladi. Mana bir-biriga bo'laylik shularni. Bo'lsak, maxrajlar, sinuslar qisqarib ketadi. Ilzosti 5lar 8 kere 2 taqsim 3 qolyapti. 16 taqsim 3. S bo'ldi. 20. Agar shunaqa bo'lsa, J0 ni qiymatini toping. J0 ni deyapti. Xo'p. Ya'ni mana bu yerga x ga
0 qo'ysak bo'ladi deganimi bu? Yoki bo'lmasa fx funksiyani o'zini topib olaylik avval. Bunda mana bu x ni o'rniga x plus 1 ni qo'ysak, shunaqami? Ya'ni qarang mana. X ni alishtiramiz x plus 1 ga. Shunda f bo'ladi x plus 1 ayrilgan 1 bo'ladi, teng x plus 1 ayrilgan 6 bo'ladi. Shunda fx teng bo'ladi x minus 5 ga. Ana endi x ni jx ga almashtiramiz. jx minus 5 bo'ladi. Bu narsa mana bunga teng bo'lyapti. Mana bundan jx ni topsak, x kvadrat plus x plus 8 qo'shilgan 5. Endi x o'rniga 0 ni qo'shimiz kerak ekan. 0, 0, 13. 13 ni beradi. J0 13 ekan. Javob bo'ldi. 21. Y chiziqqa minus 3,1 nuqtada urinma bo'lgan to'rt chiziq bilan fx y chiziqqa x teng 2 absissali nuqtada urinma bo'lgan to'rt chiziq o'zaro perpendikulyar. Rasmda ko'rinib turibdi. Shunga ko'ra ifodani x teng 1 nuqtadagi hosilasini qiymatini toping. Xo'p, demak jx ga minus 3,1 nuqtada o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyenti k1 bo'lsin. Bu k1 teng bo'ladi. Mana shu jx dan hosila olib x ni o'rniga urinish nuqtasini absissasini qo'shish kerak, minus 3 ni. Ana shunga teng bo'ladi. Xo'p, yoki bo'lmasa bu k1imiz tangens alfaga ham teng bo'ladi. Xo'p, shuni topib olishga harakat qilsak, qarang. Ya'ni mana bu burchakni tangensi mana shu jx ga o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Hozir mana bu kesma 1/1lik. Mana bu 1/1lik. Mana bu ham 1/1lik. Mana bu burchakni alfa desak, alfa demaylik endi uni. Gamma deylik. Gamma desak, tangens gamma 1/1 bo'lib 1 ga teng chiqadi. Endi buni qo'shnisi alfa bo'lsa, tangens alfani topsak, bu tangens alfa pi ayrilgan gammaga teng bo'ladi. Chunki alfa bilan gamma qo'shni burchaklar. Bu keltirishda minus tangens gammaga teng, bu esa minus 1 bo'lyapti. Ya'ni tangens alfa minus 1 degani demak burchak koeffitsiyenti necha ekan? Minus 1 ekan. Minus 1 bo'ldi. Bu degani demak mana shu j' minus 3 demak minus 1 degani. Endi fx funksiyaga o'tkazilgan mana bu urinma bilan mana bu jx ga o'tkazilgan urinma perpendikulyar ekan. Ikkita to'rtchiziq perpendikulyar bo'lish sharti ularni burchak koeffitsiyentlarini ko'paytmasi minus 1 bo'lishi kerak. Minus 1. K1imiz o'zi minus 1. Ko'paygan K2 teng minus 1. Bundan K2 ni topsak 1 bo'ladi. Yoki bu K2 ni boshqacha usulda ham hisoblash mumkin. Mana shu fx funksiyaga o'tkazilgan urinma bo'lganligi uchun fx funksiyadan hosil olib x ni o'rniga urinish nuqtasi, ya'ni 2 ni qo'ysak, mana shu k kelib chiqar edi. Ya'ni k2imiz. Bu esa 1 ga teng bo'lyapti. 1 bo'lyapti. Ana. Endi bundan hosila olib x teng 1 ni qo'shimiz kerak ekan. Demak, mana bu qismi ko'paytmani hosilasiga tushadi. Demak, birinchi funksiyadan hosila olamiz. Ko'paytiramiz x ni plus endi x dan hosilasak 1 bo'ladi. Ko'paytiramiz jx minus 4 ni va plus buni hosilasi f' x plus 1 bo'ladi. Endi x teng 1 ni qo'yib chiqamiz. Qo'ysak j' minus 3 ko'paygan 1 yozish shart emas. j minus 3 plus f' 2 bo'lyapti. j' minus 3 yuqorida minus 1 bo'ldi. j minus 3 mana qarang, j minus 3 bu 1 ga teng. 1 ga teng. j minus 3.
1 ga teng, f'2 esa u ham 1 ga teng edi. Ya'ni mana bu yerda topdik uni. Xo'p, hisoblasak 1 bo'lyapti. 900 sonni barcha natural bo'luvchilarining teskari qiymatlari yig'indisini toping. Buni kichikroq misolda ishlab ko'rsak. Masalan, 6 berilgan bo'lsa, 6 ni barcha natural bo'luvchilarini yozsak. 1 bor, 2 bor, 3 bor hamda 6 bor. Endi shularga teskari bo'lgan sonlarni topib qo'shib qo'yishimiz kerak. 1 bo'ladi, 1 taqsim 2 bo'ladi, 1 taqsim 3 bo'ladi, 1 taqsim 6 bo'ladi. Mahraj 6, mahraj 6, 6 bo'ladi, 3 bo'ladi, 2 bo'ladi hamda 1 bo'ladi. Xo'p, suratda shu 6 ni natural bo'luvchilar yig'indisi bo'ldi. Xo'p, nima bo'lyapti? 12 taqsim 2, ya'ni 2 ga teng bo'lyapti. Endi masalan 8 ni olib ko'rsak, 8 ni bo'luvchilar 1, 2, 4, 8 bo'ladi. Demak, shularga teskari sonlar 1, 1 taqsim 2, 1 taqsim 4, 1 taqsim 8 shularni qo'shamiz. Mana 8 bo'ladi. 8 qo'shilgan 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 bo'ladi. Demak, suratda 8 ni natural bo'luvchilar yig'indisi bo'ldi. 15 taqsim 8 bo'lyapti. Demak, 9 ni ham bo'luvchilarning teskari qiymatlar yig'indisini topishda natural bo'luvchilar yig'indisini mana shu 9 ga bo'linmas ekanda. Demak, natural bo'luvchilar yig'indisini bo'lamiz 900 ga. Shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Natural bo'luvchilar yig'indisini topishda avvalambor 900 ni tub ko'paytiruvchiga ajratib olish kerak. Bu 9 ko'paygan 100 degani 9 3 ni ikkinchisiga teng, 100 esa 2 ni ikkinchisi ko'paygan 5 ni ikkinchisiga teng. Xo'p, natural bo'luvchilar yig'indisini topishda o'sha mashhur formulamiz bor edi. Ya'ni natural bo'luvchilar yig'indisi 900 ni teng 2 ni darajasiga 1 qo'shsak 3 bo'ladi. Ayiramiz 1 ni taqsim 2 ayrilgan 1. 3 ni darajasiga 1 ni qo'shamiz, 3 ni kubi bo'ladi. Ayiramiz 1 ni taqsim 3 minus 1. 5 ni ham xuddi shunday. 5 ni kubi ayrilgan 1 taqsim 5 minus 1 bo'ladi. Mana shu natural bo'luvchilar yig'indisi bo'ladi. Xo'p, hisoblaymiz. 7 bo'lyapti. 27 13 bo'lyapti. 124 u 4 ga bo'lsak, 124 ni 4 ga bo'lsak 31 bo'ladimi? 31 bo'lyapti. Suratda 7 ko'paygan 13, ya'ni 91 ko'paygan 31 taqsim 900 bo'lyapti. 900. Xo'p, bu qisqaradimi ekan? Xo'p, 2821 ni 900 ga bo'lsak, mana 3 butun 100 dan 13 davrda 4 chiqar ekan. S javob. 23. Umid birinchi shaklda berilgan O markazli doiraning 3 bo'lagidan ikkinchi shaklni yasadi. Y, F nuqtalar urinish nuqtalari hamda DOF burchak 12 gradus bo'lsa, SOE alfa necha gradus? Demak, butun doiramiz 3 qismga bo'lingan. Biri yarim aylana, qolgan ikkitasi chorak doiralari. Demak, yarim aylana mana bu yerda. Endi chorak doiralar esa quyidagicha joylashgan. Ko'rib turibmiz. Xo'p, buni radius desak, mana bu ham radius. Xo'p, bizga endi bu shart emas. Lekin mana bu OF ham radius bo'ladi. OF, mana bu OF ham radius. Xo'p, mana bu yer markazda bo'lsak, bu OY ham radius. Bu OY ham radius, bu tomonga yozaylik buni, radius. Mana bu OB ham radius. 3 ta O. Bu muntazam uchburchakni beryapti. Ya'ni tomonlari 2 yerdan bo'lgan muntazam uchburchak. Demak, mana bu yer 60 bo'ladi. 60. Buni yondagi burchak 12. Mana bu alfaga necha qoldi? Alfa qo'shilgan 60 qo'shilgan 12 teng bo'lishi kerak 90 ga. Ya'ni mana bu burchakda 90 ga teng bo'lishi kerak.
Alfaga 90 ayrilgan 72, ya'ni 18 qolyapti. Javob ekan. 24. Bosh koeffitsient 2 bo'lgan 3-darajali px ko'p hadi x kvadrat plus 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Hop, demak pximiz teng ekan. Bosh koeffitsient 2 deyapti. Demak 2x plus nimadir bor. Ko'paytirilgan x kvadrat plus 9 ko'rinishida ekan. Hop, yana nima degan? Endi p3x ko'p xatni 3x minus 2 ga bo'lganda qoldiq 65 bo'lsa, p1 ni qiymatini toping. Demak, x ni 3x ga almashtirar ekanmiz. p3x teng 6x plus m bo'ladi hamda 9x kvadrat plus 9 bo'ladi. Endi shuni 3x minus 2 ga bo'lsak, demak 0 ga tenglaymiz. X barobar 2 taqsim 3 bo'ladi. 2 taqsim 3 ni qo'ysak, x o'rniga 2 taqsim 3 ni qo'ysak, 3ximiz 2 ga aylanadi. 6ximiz 4 bo'ladi plus m 9 ko'paygan x kvadrat 4 bo'lib qoladi plus 9, shu teng 65 bo'lyapti. Hop, 4 plus m ko'paygan 13 teng 65. 4 plus m teng 5. M teng 1 ekan. Demak, px ko'p hadimiz teng 2x plus 1 x kvadrat plus 9 ko'rinishida ekan. p1 ni qiymatini so'ragan, x o'rniga 1 qo'shishimiz kerak. Shunda 3 ko'paygan 10 teng 30 bo'lar ekan. 30 ekan, D javob ekan. 25. Quyidagi shaklda berilgan ikkinchi darajali funksiyaning grafikida AO ABdan 3 marta katta. Demak, shu tenglik o'rinli. Shunga ko'ra ABCO to'g'ri burchakning perimetrini toping. Hop, bu parabola bo'lyapti. Hamda AO ABdan 3 marta katta. Masalan, bu 3x bo'lsa, 3x demaylik. Masalan, 3n bo'lsa, bu n bo'lyapti. Hop, funksiyamiz y barobar a ko'paygan x plus 4 ni kvadratiga teng. Chunki x teng minus 4 da x o'qiga urinyapti-da. Endi 0 qo'ysak, 16 bo'lishi kerak. Ya'ni y o'qini 16 nuqtada kesib o'tyapti. Demak, 16 barobar x ga 0 qo'yyapmiz. Shunda a teng 1 chiqar ekan. Demak, funksiyamiz x plus 4 ni kvadratiga teng ekan yoki qiyosini ham ochib qo'ysak bo'laveradi. Mana shunday ko'rinishda ekan. Funksiyani topib oldik. Endi mana bu B nuqtaga e'tibor beramiz. B nuqtamiz qanday nuqta? B nuqtamiz 3n u n nuqta. Barobar minus 3n u n. Bu yerda n'imiz 90. Xo'sh. Demak, mana bu funksiyaga qo'ysak, n barobar x o'rniga 3n qo'shishimiz kerak. 9n kvadrat x o'rniga minus 3n degani, minus 3n qo'yyapmiz. Minus 24n bo'ladi plus 16. 9n kvadrat minus 25n plus 16 teng 0. Shundan endi topishimiz kerak. Hop. Bunda n 9n minus 16 ga ajraydi hamda n minus 1 ga ajraydi-da. Demak, n teng 16 taqsim 9, n teng 1 bo'ladi. Teng 1 bo'ladi. Hop. Birinchi holatda n teng 16 taqsim 9 bo'lsa,
Bizdan to'rtburchakni perimetrini topdik. P barobar 2 ko'paygan n qo'shilgan bo'yi bo'ladi. Ya'ni 8n bo'ladi. 8 ko'paygan 16 taqsim 9. 128 taqsim 9. Bunaqa javob yo'q. Ikkinchi holatda n teng 1 bo'lsa, p barobar 8n bo'lyapti. 8 kara 1 8 bo'ladi. Javob C ekan. Hozir mana bu yerda savol bo'lishi mumkin. Nima uchun minus 3n olindi-yu, mana bu yerda 3n yozilyapti deb. Minus 3n olinishining sababi bu A nuqtamiz, ya'ni A nuqtamiz minus 3n da, chunki x o'qini chap tomonida, ya'ni y o'qidan chap tomoni bo'lsa, ya'ni mana bu x'imiz y o'qini chap tomonida bo'lsa, minus bilan yoziladi. Lekin perimetrni hisoblashda uni modulini olib ketamiz, chunki masofa musbatlarda o'lchanadi. Musbat sonlarda. 26. ABC uchburchakning AK medianasi va BM bisektrissasi o'zaro perpendikulyar. Chizib ketamiz. Hop, A, B, C. AK medianasi o'tsin. AK medianasi hamda BM bisektrissasi. Bisektrissa o'zaro perpendikulyar deyapti. ASB burchak sinusi, ASB burchak sinusining alfa bo'lsin. SKM. Mana bu. Mana shu SKM burchak sinusiga nisbatini toping. Demak, sinus alfani sinus betaga nisbati nima bo'ladi deyilmoqda. Demak, AK mediana edi. Demak, K nuqta B'sini tengga bo'lgan hamda BM bisektrissa AK bilan perpendikulyar bo'lib qoldi. Xo'p, uchburchak ABK ga e'tibor bersak, bunda mana shu mana bu nuqtani O deylikmi? BO ham balandlik bo'lyapti, ham bisektrissa bo'lyapti. Bu teng yo'lovchi uchburchakda bajarilar edi. Demak, AB tomon bilan BK tomon teng bo'ladi hamda mana bu BO mediana vazifasini ham o'taydi. Ya'ni OK bilan AO teng 2 ga bo'linadi. Ya'ni teng bo'ladi. Ya'ni AK O nuqtadan tengga bo'linadi. Chunki teng yo'l uchburchakda bisektrissa ham mediana ham balandlik vazifasini bajaradi. Xo'p, endi yana nimadan foydalansak bo'ladi? Yaqinlashtirib oling. Xo'p, endi mana bu burchak ham 90, bu ham 90 bo'lsa, uchburchak K, M, A ham teng yo'lli. Nima uchun? Chunki mana bu MO ham balandlik bo'lyapti, ham mediana bo'lyapti. Bu teng yo'lli uchburchakda shunday edi. Ya'ni mana bu MK bilan MA ham teng bo'ladi. Xo'p, endi qarang, bu AB ni x desam, AB ni x desam, B'si 2x bo'ladi. Ya'ni bu x bo'ladi. Xo'p, endi BM bisektrissa o'zi tushgan tomonni yon tomonlarga mos nisbatda bo'lar edi. Buni K desak, demak CM 2K bo'ladi. Chunki AM ga AB tomon mos bo'lyapti, CM ga BC tomon mos bo'lyapti. Va mana bu ham K bo'lyapti. Ya'ni AM bilan MK teng. Xo'p, endi sinuslar teoremasidan foydalansak. K taqsim sinus alfa teng bo'ladi 2K taqsim sinus beta. Ya'ni uchburchak KMC bo'yicha sinuslar teoremasi yozilyapti. Mana shu yerdan sinus alfa taqsim sinus betani hisoblaydigan bo'lsak, K taqsim 2K bo'lar ekan, ya'ni 1 taqsim 2 bo'lar ekan. Javob bo'lar ekan. Chizmada ABCD kvadrat va yarim aylana tasvirlangan. AB to'r
alfani toping. Demak, aylana radiusi 2 bo'lyapti. 2 bo'lyapti. Xo'p, bu 4 bo'lsa, mana B nuqtadan yarim aylanaga BS urinma bilan BF urinma o'tgan. Demak, bu ham 4 bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu BFni o'tkazdirib, BOni o'tkazdirib olsam, BOni. Bu BO aylana markazidan o'tganligi uchun BCTC vazifasini ham o'taydi. Bu 90 bo'lsa, mana bu OF ham radius bo'ladi, 2 ga teng. 90 tushadi urinmaga, bu ham 2 ga teng. Endi qarang, mana bu uchburchak ABF teng yorligu. Teng yorli bo'lsa, demak, asosiga balandlik olib tutsak, teng yorli bo'lganligi uchun bu ham BCTC vazifasini o'taydi. Mana shu BH ham. Mana bu x taqsim 2 bo'lib qoladi. Ya'ni mediana vazifasini ham o'taydi-da, balandlik teng yorlida. X taqsim 2 ni yuqoriga yozaylikmi? Mana bu yerga mana x taqsim 2, mana x taqsim 2 bo'lib qoladi. Mana buni alfa desak, bu ham alfa, bu beta, bu ham beta. 2 alfa qo'shilgan 2 beta teng 90 ga, alfa plus beta teng 45 ga. Endi tangens alfani topsak, uchburchak BSO bo'yicha tangens alfa OSni BSga nisbat, ya'ni 1 taqsim 2. Endi tangens alfa plus betani hisoblaylik. Ya'ni tangens 45 ni. Alfa plus betamiz 45 ku. Bu tangens alfa plus tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa ko'paygan tangens beta bo'ladi. Shu 1 ga teng bo'lyapti. Demak, tangens alfani o'rniga 1 taqsim 2 ni qo'ysak, tangens betani t deb olaylik. 1 minus t taqsim 2 teng 1 bo'ladi. 1 taqsim 2 plus t teng 1 minus t taqsim 2. 3t taqsim 2 teng 1 taqsim 2, t teng 1 taqsim 3 bo'lyapti. Tangens betamiz 1 taqsim 3 ekan mana. Tangens beta 1 taqsim 3 ekan. Ya'ni uchburchak BFH, uchburchak BHF bo'yicha tangens beta 1 taqsim 3 chiqishi uchun, tangens beta 1 taqsim 3 chiqishi uchun qarshidagi katet, ya'ni HF x taqsim 2 ni BH ga nisbati 1 taqsim 3 bo'lishi kerak. Demak, bundan BH nima bo'ladi? 3x taqsim 2 ekan. 3x taqsim 2. Bo'ldi, demak, katetlar x taqsim 2 hamda 3x taqsim 2 bo'lyapti. Hipotenuzasi BF to'rida. 4. Soddalashtiramiz. Endi chiqaramiz. X topamiz. 8 taqsim 10. Yoki 8 10 taqsim 10. Yoki 4 5 taqsim 5 degan. Uzr. 4 10 taqsim 5 degan. Javob bo'lacak. 28. A, B, C, D va E birdan farqli haqiqiy sonlar. Shu 3 ta tenglik o'rinli bo'lsa, x nechaga teng? Xo'p, bu ayirmadan bo'lmaga o'tsak, logaritm C asosiga ko'ra D taqsim B teng bo'ladi. Bunda ham ayirmadan bo'lmaga o'tamiz. Logaritm C asosiga ko'ra A taqsim E bo'ladi. Logaritmlar tushib ketsa, D taqsim B teng A taqsim E bo'lyapti. Demak, D ko'paygan E teng bo'lyapti B ko'paygan A ga yoki A ko'paygan B ga. Demak, D ko'paygan E logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 4. A ko'paygan B esa logaritm L 3 asosiga ko'ra 4. Biz buni logaritm 3 ni 1 taqsim 2-si asosiga ko'ra 4 qilib olishimiz mumkin.
1 taqsim 2 oldiga chiqsa, teskari bo'lib chiqadi. Ya'ni 2 bo'lib chiqadi. Logaritm 3/4. Endi bu 2 ni 4 ga daraja sifatida bersak, logaritm 3/16 bo'lib qoladi. Endi asoslar tushib ketsa, x minus 4 teng 16 bo'ladi. X barobar 20 bo'ladi. 29. ABC'da to'g'ri burchakda AB 9 ga teng, BF 4 ga teng, CFY yuzani toping. AB 9, demak DC ham 9 bo'ladi. Buni x desak, buni y desak. Shunda mana bu uch burchaklar o'xshashmi? Bo'yab ko'rsataman. Mana bu FBY bilan FSDlar o'xshash bo'ladi. O'xshash bo'ladi. O'xshash bo'lsa, mos tomonlar nisbati, ya'ni y ni 9 ga nisbati 4 ni x ga nisbatiga teng bo'ladi. Ya'ni asoslar nisbati yon tomonlar nisbatiga teng bo'lyapti. Shu yerdan x ko'payiga y topsak, 4 kira 9 36 bo'lyapti. Endi bo'lgan soha yuzi A teng SF tomon ko'payiga unga tushgan balandlik BY bo'ladi. Ya'ni YB bo'ladi. Taqsim 2 bo'ladi. SF bu x, YB bu y. Taqsim 2. 36 ni 2 ga nisbati 18. Ekan. Hoslaga doir misol, ifoda qiymatini toping deyilmoqda. Demak, hosla olamiz. f'(x) teng. Ichkaridan hosla olamiz. Ichkari hoslasi 2x plus 1. O'z aslida buni mana bundoq ko'rinishda yozib olishimiz kerak. Yani ichkaridan hosla olib, oldiga yozib qo'ydik. Endi 1 taqsim 2 oldiga tushadi. Va 1 taqsim 2 dan 1 ni ayirsak, minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Uni musbatga aylantirish uchun mahrajga olib tushib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana hoslasi shu bo'ladi. Endi shunga 1 ni qo'y deyapti. 1 ni qo'ysak, 3 taqsim 2, mahraji esa 1 1. 2 ni 1 taqsim 2-si. Ya'ni 3 taqsim 2 ilzosi 2 bo'lyapti. Yoki bu teng bo'ladi 3 ilzosi 2 taqsim 4 bo'ladi. Endi ikkinchisida esa, ya'ni hozir biz buni topdik. Endi buni topishga harakat qilamiz. Birinchi f1 ni top deyapti. Demak, f1 ni topsak, mana bu yerga 1 1 ni qo'ysak, ilzosi 2 bo'ladi deyapti. Endi shu f1 dan hosla deyapti. Ya'ni ilzosi 2 dan hosla olish kerak ekan. Sonda, ya'ni o'zgarmas sonning hoslasi 0 bo'ladi. Demak, 0 ekan. Demak, yig'inda nima bo'ldi? 3 ilzosi 2 taqsim 4 qo'shilgan 0 bo'ldi. 3 ilzosi 2 taqsim 4. Javob. Muntazam 6 burchak va TABlar bitta to'rtliqda yotibdi. Bunda KD BD ga teng hamda 80 gradus burchak berilyapti. TBKX ni toping. Xo'p, DK ni DB ga tengligidan foydalanishimiz kerak ekanda. Bizga nima foyda keltiradi? Shular tengligi. Xo'p, bu BD kichkina diagonal, mana bu DF kichkina diagonalga teng. Demak, DFK 3 burchak o'xshash, teng yo'l 3 burchak bo'lib qoldi. DFK teng yo'l 3 burchak bo'lib qoldi. Ya'ni bu 80 bo'lsa, mana bu ham 80 bo'ladi. Va 3 ga necha qoladi? 20 qoladi. Endi DYF bu teng yo'l 3 burchak. Chunki muntazam 6 burchak deyilgan-ku. Muntazam 6 burchakda har bir ichki burchagi nechadan bo'ladi? Bilasizmi? 120 dan bo'ladi. Demak, mana bu yerlarga nechadan qoldi? 30 dan qoldi. 30 dan qoldi. Xuddi shu kabi BCD ham teng yo'lli. Mana bu 120 bo'lsa, bu 30, mana bu ham 30 bo'ladi. Xo'p, endi qarab turing. D burchak ham 120 bo'lish uchun mana bu oraga necha qolish kerak?
230 60 20 qo'shsak 80, demak 40 qolish kerak ekan. Shunda D burchak jami 120 bo'ladi. Xo'p, endi D, B, K teng yo'lli. D, B, K uch burchak teng yo'lli. Uchida burchak 40 bo'lsa, mana bu yerlarga 70 qoladi. 70, mana bu ham 70 bo'ladi. Endi B burchak 120 bo'lishi uchun x necha bo'lishi kerak? X 20 bo'lishi kerak. Javob ekan. Aniq integralni hisoblang. Xo'p, buni grafiga qanday bo'ladi? Bu grafikdan kelsa osonroqda. Buni grafiga yarim aylana bo'ladi. Yarim aylana. -4 oraliqdagi yarim aylana bo'ladi. -4 bo'lsa, shundoq shaklda yarim aylana. Mana bu ham 4 bo'ladi. Ya'ni x teng 0 deganda ilzosida 16 dan 4 chiqadi-da. Ya'ni radiusi 4 ga teng bo'lgan yarim aylana 2/4. Mana bu 2 bo'lsa, mana shu soha yuzini top deyapti bizdan. Shu soha yuzini topish kerak. Buni to'liq aylana qilib olsak, buni ham pastga davom ettirsak, keling mana shuni sariqda ko'rsatsam mana bu sohani top deyapti. Mana bu soha ham shunga teng bo'ladi. Bu sohani a desak, bu ham a ga teng. Xo'p, qarang, mana bu radius, bu 4 bo'ladi. 4. Mana bu 2 birlik-ku hozir. Demak, mana bu 30 bo'ladi. Uchidagi burchagi, demak, mana bu yerga 60 qoladi. 60 bo'ladi. Buni ham davom ettirib olamiz. Bu 4 bo'lsa, mana bu ham 60 bo'ladi. Qarang, endi 2A bu segment yuzi. Segment yuzini topishda sektorni yuzidan ayiramiz. Uchburchak yuzini bilamiz, segment yuzini topishda sektor yuzidan uchburchak yuzi ayriladi. Qaysi uchburchak yuzi ayriladi? Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Mana bu ko'k rangdagi uchburchak yuzi ayriladi deymiz. 4 ko'paygan burchak sinusi taqsim 2 bo'ladi. Demak, 2 barobar radiusimiz 4 bo'lyapti. Alfamiz 120 bo'lyapti. Taqsim 360 ko'paygan 16 sinus 120 ilzos 3 taqsim 2 bo'ladi. Taqsim 2. Xo'p, 16 pi taqsim 3 minus 4 ilzosda 3. Bundan a ni topsak, 8 pi taqsim 3 minus 2 ilzosda 3. Chiroyli son chiqdi. Deyak. Quyida birlik kvadratchalar ichida bo'yab ko'rsatilgan soha yuzini toping. Bittasini topib 5 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi ekan. Ya'ni buni a desak, bu soha ham a, bu ham a, bu ham a, bu ham a da. Bitta yuzini topib 5 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi ekan. Shu endi bittasini topish muammoda. Hop, qani yaqinlashtirib olamiz. Diametrni o'tkazdiramiz. Ikkinchisini ham o'tkazdiramiz. O'tdimi? Hop, qarang. Bu bir birlik bo'lsa 3 bo'lyapti. Mana 3 bo'lyapti. Mana bu ham 3 bo'lyapti. 3. Mana shu a ga buni s deylik. Mana shu s bor-ku, mana shu bitta s. Keyin bu ham bitta s, bu ham bitta s, bu ham bitta s bo'ladi. Mana shu bitta s bor-ku, bitta s'imiz teng 3 ga 3 bo'lgan, ya'ni tomoni 3 ga teng bo'lgan kvadratni yuzidan ayiramiz mana bu chorak doira yuzini. Ko'rinyaptimi chorak doira yuzi? Ko'kda ko'rsataman mana. Mana bu chorak doira mana. Mana shuni ayiramiz. Radius 3 taqsim 4.
Ya'ni 9 ayrilgan 9 pi taqsim 4 shu s'ga teng bo'ladi. Shunaqa s'dan 4 ta bor. 4 s'ni hisoblasak, ya'ni 4 ga ko'paytirsak buni 36 minus 9 pi bo'ladi. Endi shunaqa 4 s'dan bizda 5 ta bor edi. Shuni 5 ga ko'paytiramiz. 180 minus 45 pi bo'ladi. Javob bo'lar ekan. 34. Tenglamaning ildizlari x1 x2 ga teng. Shunga ko'ra ifoda qiymatini toping. Xo'p, viyet bo'yicha ildizlar yig'indisi nimaga teng? 2 plus ildiz 3 ga teng. Ya'ni mana bu yerdagi xatni qarama-qarsiga teng bo'ladi. Ya'ni x ni oldidagi koeffitsiyentni qarama-qarsiga teng bo'ladi. Ildizlar ko'paytmasi esa ozod xatga teng bo'ladi. Mana bunga. Ildiz 3 minus 2 ga. Ildiz 3 minus 2 ga teng bo'ladi. Endi mana bu yerdan x1 ko'paygan x2 ni chiqarsak, qarshida x1 plus x2 qoladi. Ko'paytmani o'rniga ildiz 3 minus 2 qo'yiladi. Yig'indan o'rniga esa shu ildiz 3 plus 2 qo'yiladi. Qarshi olsak 3 minus 4, ya'ni minus 1 chiqadi. Bu javob bo'lar ekan. Oxirgi misolimiz. OP 3 ga teng, PR 2 ga teng bo'lgan birinchi shakldagi qum soati 16 minutda bo'shaydi. Demak, pastga tushib ketar ekan 16 minutda. Ya'ni mana shu yerga tushib qoladi yuqoridagi qum. Ikkinchi shakldagi kabi teskari qo'yilganda 196 minutdan so'ng qolgan qumning balandligi qancha bo'ladi? Xo'p. Demak, mana bu yerdagi qumda hajmini mana shu konusning hajmiga nisbatini topib olsak. Va keling mana shuni hajmini V1 deb qo'ying. V1 ni katta konus hajmiga nisbati V ga nisbati shu balandliklar nisbatini kubiga teng bo'ladi. 2 bu o'sha V1 ni balandligi 3 plus 2. Ya'ni OR esa nima? O'sha konusning balandligi 5 bo'lyapti. 8 taqsim 125 bo'lyapti. Hajmlar nisbati 8 taqsim 125 bo'ldi. Unda masalan V1 ni 8 k deb olsak, V ni esa 125 k deb olishimiz mumkin. Mana shu 8 k hajmdagi qum pastga tushib ketish uchun 16 minut vaqt ketyapti. Demak, k ga esa 2 minut vaqt ketadi. Endi 125 k ga qancha vaqt ketadi desa, k ni o'rniga 2 ni qo'ysak 250 minut vaqt ketar ekan. Xo'p, endi qarang. Ya'ni mana bu yerdagi qum 250 minutda to'liq pastga tushib ketadigan bo'lsa, 196 minutda qanchasi pastga tushadi? Shuni hisoblaymiz. Xo'p, 125 k hajmdagi qum 250 minutda pastga tushsa, qancha hajmdagi V2 deylik, qum 196 minutda pastga tushadi. Shundan V2 ni topsak, proporsiya qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? O'zi k ga 2 mosmidi? 196 ni 2 ga bo'lsak, necha bo'ladi? 98 mi? 98 k hajmdagi qum pastga tushib ketar ekan. Xo'p, shunda yuqorisida qancha qoladi? 125 dan ayiramiz 98 k ni. Ya'ni klar ham bor edi. 125 k dan ayiramiz 98 k ni. Ayiradigan bo'lsak, nima bo'ladi? 27 k qolyapti ekan. Ya'ni mana bu yerda 98 k qoldi. Demak, mana bu yerda 27 k qoldi. Ana endi hisoblaymiz. Xo'p,
27 k hajmdagi qumni to'liq konusda hajmiga nisbati teng balandliklar nisbatini kubiga. Ya'ni mana bu hajmga mos balandlik necha? H shu noma'lumda. Buni hajmi bor 27 k bo'lyapti. Hop, kubni chiqarsak 3 taqsim 5 teng h taqsim 5. Va h topsak 3 bo'lyapti. 3 ekan demak. Qolgan qumni balandligi 3 bo'lar ekan. D bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.